Assalamu alaykum Misranım tor bekitimizning aziz ishtirokchilari, qadrli ko'ruvchilar. Diyarimizdagi ajr mehnat egalari bo'lgan tövkkarlarimizni sizlar bilan sirdish fursati ekib kelayotgan Sirdoshlar ko'ziga programmamiz yana o'xshashla sizlarning huzuringizga sunildi. Men bu san programmamiz orqali yana sizlar uchun xizmat qilish fursati ega bo'lganligimdan intayin xursandman. Tor dunyosidagi eng yaxshi boshlamchingiz Misranım tor bekiti. Misranım. Bu san programmamizda o'tkir qalmi orqali diyorimizning tor taraqqiyotiga izchil to'yib qo'shib kelayotgan mustaqil ma'rifchi, shundaqla tinimsiz izlanish orqali tor dunyoimizning ma'naviyatini beyitishga zo'r kuch chiqarayotgan tövkkarimiz Abduvali Ayub Gülen akamiz bilan suhbatlashmoqchimiz. Bu haqda suhbatimiz qiziqsanglar, diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Tor dunyosidagi eng yaxshi boshlamchingiz Misranım tor bekiti. Misranım. Assalomu alaykum Abduvali aka. Va alaykum assalom. Sizningki oldi bilan shu qimmatli vaqtingizni ajratib programmamizga qatnashganingiz uchun tor guruhimizga barliq xodimlar nomidan chin ko'ngildan rahmat aytaman. Rahmat sizga. Men sizga rahmat. Undan bo'lsa aka oldi bilan shu tordoshlarimizga bir salomingizni yetkazib bergan bo'lsangiz. Assalomu alaykum hurmatli tordoshlar. Abduvali Ayub sizlar asrini so'yib o'qiydigan, men asarni so'yib yozdigan Gülen'den sizlarga salom. Undan sonra aka, aldı bilen sizdeki şu o'qish tarixiniz, shug'ullanayotgan xizmatingiz, ya'ni bo'lib siz to'g'risida ozroq bir tushuncha ega bo'lgan bo'lsa xo'pdiki. Men dunyo davlat tilshunos Uyg'urlarning faxri Mahmud Qashqariyninki qabrisi joylashgan Opalda, Qashqariyninki Opal yesi tug'ilgan. Ondan biz 1989 yılı to'liqsini tugatganman. Undan keyin 1992 yılı Markaziy Millatlar Universitetininki Türkologiya fakultetiga o'qishga kirgan. Undan keyin 97 yılı o'qishni tugatgandan keyin Qashqar shahar qarashli davlat vaqisida bir ikki kentda men ashadagi John Wang Shujiliga tarjimon bo'lgan. Bir 4-5 oy atrofida. Undan keyin xizmatdan istifa berib 1998 yılı 9. yıldan başlap 2001 yılı 7. yılgacha 5. Üniversitede qadimki tekstlar bo'yicha magistr aspirantlikda o'qigan. Ondan keyin 2001 yılı Lanjoda G'arbiy Millatlar Universitetida o'qituvchi bo'lib ishladim. 2007 yilgacha. 2007 yildan ondan keyin Urumchiga qaytib kelib, Urumchida majlis ishlagandan keyin Amerika'da çıkıp okudum. Amerika'da okup 2011 yılı 6. ayda Amerika'dan qaytib geldim. Qaytib gelgenden keyin Qashqarda Nurxon til tarbiyalash markazi degan markazni do'stlar bilan birga qurib, shuni rivojlantirib kelyapmiz. Bizga ma'lum aka, siz izchil turda Uyg'ur millatimizningki ortiqchilik to'g'risida ko'proq to'xtaldingiz. Sizningcha unda bo'lsa biz Uyg'ur millatimizningki boshqa millatlarga solishtirgan chog'da ortiqchiligimiz, shunday kamchiliklarimizga qanday baho bersak bo'ladi? Birinchi savolingiz nihoyat yaxshi savol bo'ldi. Buni men deb turgandim, so'ramasangiz bo'ladi. Chunki menning asarlarimni o'qiganlar ashta deydi. Bu Abduvali shu bizning millatimizni qasddan maqtadi deb. Men maqtamayapman. Men faqat rost gapni deyapman. Millatimizningki biz epchiqidek kamchiligi yo'q. Shu 93-yillarda qaynagan bu millatningki bu kamchiligi to'g'risida gaplar. Shu chaqda bizningki Shilsiya turayotgan bir akimiz bo'lgan, Abdushukur deydigan bu akimiz shu bizning mendan burun aspirantlikda o'qib, Shilsiyada doktorlik o'qishga ketgan, fizikada o'qiydiganda. Shu akimiz shu Uyg'urlarning kamchiligi to'g'risida maqolani ko'rib, o'qachaq ketgan. Men bir kuchada bir dehqonni o'yida cho'ngan bo'laman. Men bu kuchadan chiqib, bu Shilsiyada turib, hech bir o'zimning bu Shilsiyalikdan qoldigan bir yerimni, kamiyalarimni bayqamadim. Bu men bayqamadim, bizning qog'oz qanday bayqalaganda. Agar men millatimizda illat bo'lgan bo'lsa, men bu Yevropada turib, ajab millatim illat vakilini bayqasam bo'ldi. Men bayqamdim o deb shunday bir gapni debdigan bizning tanishlar. Bu gap menga bek ta'sir qilgan. Amaliyotda men bu Beijingda o'qidim, Lanjoda ishladim. Bu hayotimda men bir xalqning oldida Uyg'ur bo'lganligim sababidan
Uyg'urlik illatlarim sababidan hech yerda bir kamsinib qolmadi. Xalqning kamsizligi uchun. Aksicha Uyg'ur millatiga xos axloqlar sababidan shu axloqlarningki menga singdirilganlik sababidan men yaxshi kun ko'rdim, yaxshi hurmatga erishdim, fazilatlarim sababidan hurmatladim Uyg'ur kim odam deb. Shu bu yerda bizlik illat bor degan chog'da buning kimda bor degan qarash kerak. Har qanday millatning ichida yaxshi yomon bo'ladi. Lekin bir millatning madaniyati yomon yaxshi bo'lmaydi. Bu yaxshilik, yomonlik, pastlik, chuprandilik bu bor qanday millatda bor. Lekin bu hargiz milliy masala emas. Ya'ni bir millatning hammasi xos masala emas. Yaxshilik, fazilat ham millatda bor, yomonlik, rezillik har qanday millatda bor. Endi buni Uyg'ur millatlarida millat bor desa, burun biz bir mazgil buningga rost deb ishongan. Nimishqa desa, Lushin shunday bir ishni boshlagan. Lushin Junguliqda, Junguliqning ro'yida bundaq bir narsa bor degan. Bu Junguliqning ro'yida emas, Junguliqqa o'xshash taraqqiyotni orqada qolgan, dunyoga uzoq mazgil ichilmagan, dunyoviy ma'rifningki saviyasini yiroq qolgan millatning hammasi o'sha narsa bor. Bu shu millatning ichidagi milliy masala emas, shu millat tarbiyasizlik masalasi. Ya'ni ma'rifning fanning umumlashmoqlik sababidan kelib chiqqan masala hech qaysi millatga xos emas. Uni Yevropaning boshdan kechirgan, biz boshdan kechiryapmiz. Endi ma'rifning umumlashi, fanning umumlashi bu narsa tabiiy tugagan narsa. Uni hargiz Uyg'ur millatining iltiqini sepmaydi. Men Yevropa mayli Amerikada bo'lsin qarsam unda masala bu biz bilan o'xshash taraqqiyot saviyasiga ketib qolgan arablar deymiz, afg'onlar deymiz, turklar deymiz, farslar hammasi baka o'shlar. Uyg'urlar bosh emas ekan u. Faqat ham bizning ko'zimizga va shu Lushin Junguliq quldagi illatlarni bosh qilib asar yozgandan keyin keyin bizning Lushinlarimiz chiqib, o Lushinning o 70 yil burungi tafakkurini hozirga ishlatib, yana shu millatning ayib nuqsonlarini ochsaq, shuning bilan bir doktorlab davolaymiz degan bir gap bilan. Lekin bir odamning davoligi bo'ldi. Lekin bir millatning davoligi bo'lmaydi. Chunki millat degan bak yo'g'on gavda, Uyg'ur degan 10 million odam, 10 million odamni bir odam davolay olmaydi. Ham 10 million odamning 10 million xil kasali bor. Agar hammamizning o'rtaq bir kasalimiz bo'lgan bo'lsa, buni bayqam bo'ladi. Bunda kasal yo'q. Bunda kasal diagnoz qo'yilsa, o'z demasini bor. O'z yaxshi doktor emas. Men buni izchil deb keldim. O'sha millatning psixikasi bu deganlar psixologiyani qanchalik bilasiz? Ondan millatning urf-odati u bu deganlar, bu urf-odat madaniyatni tadqiq qilgan bir ilm bor, insonshunoslik deydigan. Bu ilmdan xabaringiz bormi? Unda bo'lsa siz bu ilmlardan xabarsiz turib, mush ilmlarga yozilgan hodisalarga nima uchun baho berasiz? Siz yozuvchi bo'lgan ekan, obrazdan birini yaratib, shuni bir chiroyli bilan tasvirlab, haqqi bir o'qidi bir narsa yozing. Hargiz millat unda, millat bunday gapni millatga hukm qiladigan to'npichni ochni qilma degan bo'lsa ekan. Men ko'rgan nimada mening deganim hargiz millatning madilimidan madilidek millat bu. Madilida bo'lgan hech kim yo'q millat bu. U qaloqlik degan millat xosimiz, qaloqlik degan insonning o'rtaq dushmani bu. Ma'rifsizlik, qaloqlik u insonning o'rtaq dushmani bu. Bir millatning emas. Bütün dünya qarşı bununla. Şuna bir Uyg'urga dünyadaki barliq millatlarning da o'rtaq bo'lgan, barliq insonlarda o'rtaq bo'lgan g'aybatxo'rlik, chaqimchilik, o'rinliq, qatorliq illatlarning hammani yuklab qo'ysak, adolatsizlik qilgan bo'lamiz. Bu faqat biz jonni xato tushunib, o'zimizning hozirgi ojiz holatimizni shu bütün o'zimizdan kelib chiqqan özümüzün müşahede, milletimizin kep çıkan diğerine ibaret en addi, en osan, en bexater hükümü künüp kağalıqımız sulamışında davatımız. Emeliyatta iş undağımız. Rahmat aka, sizningki mushu yuqori so'zlagan so'zlaringizni anglagan odam, ya'ni sizning asarlaringizni o'qigan odam haqiqatan o'ziniki Uyg'ur bo'lganligidan faxrlanmay turolmaydi. Haqiqatan sizningki shu yo'nalishga gaplaringiz anglagan odamni, o'qigan odamlarni shu yo'nalishga Uyg'urlardan faxrni tuyg'usi boshlatmoqda aka. Unda o'z aka endi navbatda shu tor dunyorimizga kelsak, bizningki shu tor dunyorimizga ba'zi tordoshlarning orasida bir qism illatlar bor. Ya'ni shu qasddan pishni ig'vat taqtidigan, ayrimchilik, bo'lginchilik qilgan ahvollarni aytdi nurg'un. Unda bo'lsa sizdan mushu fursat so'ragan bo'lsam aka, mushu bir bo'lginchilik qilmishlarini shakllantirayotgan mushu hodisalarning oldini olishda qanaqroq amaldan qo'llanishimiz kerak, oldin og'il bo'lamdi.
fitnega taqtidigan ishni to'g'riliq baran bo'ldi. To'g'ri fitnega taqtidigan ishlar bu dunyoning amirida bo'ldi. Chunki to'r aslida mavhum bir dunyo bu. Ya'ni men sizning nima ish qilayotganligingizni ko'rmagan ekan, sizni aytib bir erkinlik erishsiz. Ya'ni siz kimligingizni yo'qolgan ekan, xohlagancha degingiz keldi bir gap buni. Buning hamda munosabatli qonun nizomdan chiqib fitna va taqatqonlikni qachon jazolanib qilib bo'ldi. Biz buni bak azab etmasak bo'ldi. Hech nima bo'lmaydi. Yana birisi to'rda ko'p xil fikrlarning bo'lishi men orzu qildigan ish. Bo'lsa qancha ko'p xil fikrda bo'lsa shuncha yaxshi. Amaliyotda bu Uyg'ur jamiyatida insonlar qutblarga ko'p ajralib bo'lmaydi. Chunki bizda bir-birisi keskin o'xshamaydigan ideyaviy qimlar yo'q. Unda ideyaviy qimga sharoitmi yo'q. Unda bo'lgandan keyin hammamiz asosan bir yiqimda. Hammamiz bir yiqimda bo'lganligimiz uchun birarimiz sal o'xshamaydigan gap qilsak, bir xillik ayrimchilik bo'linib ketib qolgandek tuyulib keldi. Uning hech qanday ta'sir qilgani yo'q. Yana birisi nasllarga bo'lgan boyimizning o'xshamasligi bu bizning boyligimiz. Bo'z o'xshamaydigan fikr qilaylik. Ham buning menimcha oldin olmasak bo'ldi, lekin qoyilqlarlik fikr bilan qasddan o'tirib qo'yilgan bir narsa bo'ldi. Boshqalarni yoki boshqalarning ideyasini yoki boshqalarningki o'tirib qo'ygan tushunchalarni oldinroq qo'ygan maqsad bilan buni arish kerak. Qasddan fitna degan bir odamni cho'kirishni maqsad bo'ldi. Dunyoda bir odamni cho'kirish eng oson. Masalan, Turkiyada bir odamni cho'kirish qanday cho'kirdi desa qarang, mana cho'kirdi. Bu Turk emas. Buning dadisi Laz yoki birimiz bilmay deydi. Uyg'urda o'xshash. Shunda bir odam bir ish qilib qo'yguncha, uni buning bir tuqqini bilmay deydi. Bu axloqsizlik. Bu nima desa, Turkiyada shu, Uyg'urda shu, bu bir yani bir inson bilan uning oti bo'lsin, bu narsa yo'q qarang. Yani biz bu dunyoga Alloh taolo bizni musulmon qilib berdi. U biz oti bo'limizningki bevosita tarbiyasini qabul qilmaymiz. Faqat dadimizning dadimlashigan muhitdan ta'sirini qabul qilamiz. Shuna bu bo'lsa masalan deymiz masalan bizning bo'yimiz nima bo'lib qolsa ish olmaydi. Arab bo'lib qolsa ish olmaydi. Fors bo'lib qolsa ish olmaydi. Biz Uyg'ur lekin. Bizning bo'lmasa Afg'onistonga kelgan bo'lishi mumkin. Mayli ish olmaydi. U bo'yimizning tarixi lekin bizning tariximiz Uyg'urning tarixi. Shuna bir odamning 30 bitin to'qishda bunda safosiz bitin to'qilish o'zining bitiniga loyiq odam edi. Masalan, u undakin bu bundakin. Lekin bir odam ma'lum xil ko'z qarashni o'tirib qo'ysa, uningga o'xshamagan bir xil ko'z qarash o'tirib qo'yish orqali yoki uningga xatosini tuzib berishga o'tirsa ayirmaslar bitmaydi u. Yana birisi biz deyishdik, bir odam prinsiplik masalalarda xato o'tkazsa, prinsiplik masalada xato gap qilsa, uni mag'lub manada gap xato bo'ldi deb o'tirib qo'ysa, u bitmaydi. U degan bir normal jamiyatdagi munozara masalasi. Undan sirishni hojat yo'q. Biz fikr o'xshamasligini bo'lmachilikdek bir xil ko'rib, uni bakalik g'oyat zo'r dushmandek his qilib kelsak, bu bizning o'zimizning psixikamizdagi qo'rqinchli kesildi mana. Abdulla aka, mush fursat sizdan so'ragan bo'lsak, sizningcha shu Uyg'ur ziyolilarimizningki davlat ma'muriy xodim bo'lishdan boshqa yana ish qilish jihatda boshqa chiqish yo'li yo'qmi? Yani mesela nima desa, endi o shirkat, bu iqtisod, bu ishlar bo'lib boshqarish masalasiga kelgan chog'da bu saviya talab qildi bunga. Endi bizning saviyasi va bolalarimiz, saviyasi va do'stlarimiz, yaqin yo'riqlarimiz shu hukumatningki organlarida ma'lum amallar tutib o'tirdi. Ular boshqa hayotga ko'ngan. Endi bir mezgil shu 80-yillardan keyin Uyg'urlarning an'anaviy savdodagi moyirligi, chechenligi, qatorliq tabiiy talant bilan pul topgan boylarimiz ama shu 2000-yilga kelgan chog'da burun usulda pul tepishninki yaramaydiganligini his qildi. Bular burunqi yakka tijorat bo'ldi, shirkatlashdi. Lekin bu shirkatlashib zamonaviy savdoga yuzlanish to'g'ri kelgan chog'da shu zamonaviy dunyoni tushundigan Jungoninki turli qoida qonunlardan xabardor hukumat bilan fuqaro bilan aloqa qila oladigan
kishilarga erishilmay qoldi. Bunda kishilarning ko'pinchisi hukumat organlarida choy ichib o'tirishlar bor va yoki turli amallarda o'zining kasbi bilan qiziqish bilan hech qanday munosabat yo'q ishlarni qilishlar bor. Men buni bilmayman. Mening atrofimdagi do'stlarimning shundoqlar ko'p. İşleşni xohlamaydi. Lekin yana shu mashinasidan, yana shu ishidan ayrılishni xohlamaydi. Bir tavakkul qilib baqsa, amaliyotda shu nurg'un shirkatlarningki, ya'ni hozir qamlashmayotgan boshqarish sababidan turli siyosatlarni tushunmaslik, turli munosabatlarni, yuqori munosabatlarni yaxshi yurishtirmaslik sababidan kelib chiqayotgan masalalardan saqlanib bo'ladi. Eng oddiysi men bu da Qashqarda Türkçe kurs etish jarayonida bir qancha shirkat qurgan bolalar bilan nima qildik. Bir shirkat qurgan boldaydi, bir yaramliq nima topolmadim. Buğaltır topolmadim. Voy bu Qashqarda shuncha buğaltır bor-ku desam, yaxshi buğaltırning hammasi shuncha maosh versakmi bizga emas hukumat ishlaydi. Biz hatto mashina birlar, uy birlar zavodning qishdim. Dedik, qat'iy uning qilinmaydi ekan. Bizga muqim birlik, yaramliq buğaltır olmasa bu ish oqmaydi ekan. Degan bir gapni qildi. Yana bir birodarimiz cho'ngmush mashina zot yasash shirkati bor ekan. Shulimi bizga noyatli birlik bu hukumatning siyosatlarini, andan bu banka bu sistemni yaxshi tushunadigan bir setish direktor lozim deydi. Bu shuni topolmayapmiz deydi. Ve o'zimning masalasini olsam, biz bolalar taraqqiyot markazi bor bizning qo'limizda. Andan boshlang'ich to'liq sutun o'tira ingliz tili markazi bor. Andan turkcha qator tillarni o'qiymiz. Bizga biz to'g'ri e'lon chiqardik. 3000 so'm maosh beramiz, 5 yil sug'urtasini to'lab beramiz, bir odam lozim dedik. Lekin kelganning ko'pinchisi shu to'liqsin tugitib bolalar ma'rifat o'qigan bolalar ekan. Bu bolalarning aslida g'oliy maktabga o'tamagan bolalar aslida nimasiz yaxshi emas. O shart uyg'un bo'lmadi. Ondan shartga uyg'un kelganlari shanba ishlab beramiz deydi. Biz shanba bo'lib adam qildik, butun kunlik adam qildik. Xizmat qildik. O'g'ilning hatta dedik biz hozirgi elayotgan maoshingizda shukur maosh bermay dedik. Lekin shuni olmaydi. Endi hozir qiladigan ish jiq. Qiladigan ish masalan shu men abim misollar dedim. Mushuning hammasi odamga ehtiyojli. Lekin qiladigan odam yo'q. Bizning Harvard o'qigan birodarimiz kelib nima qildi? Paranglashdik. Ashumi deydi. Ushta bir mablag' shirkati deganda ishlarni qilyapmiz. Odam yo'q deydi. Demak, bizda hozir odam jiq amaliyotda. Lekin bu odamlar baka. Nurg'un iqtidorli odamlarimiz ishxonada baka. Nurg'un iqtidorli bolalarimiz shundoq yaxshi xizmat sharoiti tu'simi imtihon maydonlarida baka. Yani nima qilamiz deydi? Ma'murlik imtihon beramiz deb beka. Nurg'unni to'rning oldida beka. Lekin so'rsangiz, men oldirash deydi. Amaliyot qimmat yaratamdi. Qimmat yaratmaydi ular. Yani ishxonada turib choy ichidi. Men bu qimmat yaratmagan narsani qilib boqqan. Ayni vaqtda biz davlat valdi ishlagan chog'imda men shu deganda nimaga bordik? Kentga bordik. O bizning Hanzo shu jibi oyini boqdi. Onun bir tarjimalik qilib o'sqitdi, qo'yib uxlaydi. Biz turib qarton aytdik. Lekin ishimiz bordi, ishimiz bordi. Xizmatimiz bordi. Lekin nima ish qildik? Hech qilmaydi qamlaydi. Hech qilmay maosh oldik. Men o'chog'an chog'da bizning nurg'un, noyat aqlli, eng chechan bolalarimiz imtihon berib, jafo tortib oxirida hech qilmasdan tanladi. Chiqindi turib, choy ichdi. Shu orqali turmush kafolatli bo'ldi. Lekin shu kafolatli turmushni shu bizning shirkat qurganlar, masalan men bera oldim shu narsani. Adam kemidi yo'q. Bu bekorchilikdan bu odamlar oxirida nima bo'ldi desa, oliy maktabni tugatib, jafochi ma'murlik imtihon berib, ma'mur bo'ldi. Ana 2-3 yildan keyin o'rganganni hammani unutdi. Unutib, u bolani ishlasakmi ishlatamaydigan bolalar bo'lib qoldi. Manda bir şey oldu. Biz bir ma'mur organdan pensiya chiqqan bir odamni ishlatib baqdik. İşletsek bu adam men bo'lsam ishxonada turdi.
Men kelsam ketadi. İşqi bo'lsam ketadi, yo qildim yo qilmadim men yo'qolib ketadi. Men buning sababini qanday bo'ldi ekan deb surishtirsam, asli bu ma'mur organlarda xizmatchilar ko'p narsa xizmat qildi ekan. Boshqa bo'lsa ishxona turdi ekan, boshqa bo'lsa qochdi ekan. Ishqi bo'lsalar ishxonadan chiqishdan obdan fursat qilib qochib ketdi ekan. Am mushunda sharoitda 20 yil ishlagan odamni kim bir shirkatga ishlansa ishlamaydi bu. Nima ish qilsa, xuynolik uchun shakllantirib qo'ygan. Masalan biz bunda qilib boqdik. Bir ota-onalar suhbati yig'ini qildik-da. Anda nima qildik? Bolalarning o'rgangan bilimlarini namoyon qildik deb qildi. Oshada hammamiz g'o'sh gap qildi. Nima ish qildi qildi? Desangiz bu davlat ma'muri bo'lgan ekan, davlat ma'muri degan o'tirib Fransiyada o'shqanda o'tiradi. Bu Fransiyalish odatni bu 20 yil shakllantirgan. Unda bo'lgan ekan biz shu Fransiya maydon gapni qilib bersak, qo'ydan chiqamayotgan gap. Bizni ko'lga yemami, ko'yga gap bor. Kunab qolgan shunga. Demak, bizning ziyolilarimiz, bizning ya'ni shu oliy maktabda ketgan eng munavvar bolalarimiz ming jafoni imtihon berib, ma'mur bo'lib, masalan 10 yil yoki 5 yil ishlagandikilar, ash keraksidek bo'laydi. Oliy maktabda kelganlarni unutdi. O men ishlab baqqan ma'mur bo'lib baqqan, o ma'murlikda bu ishni ishdan boshqa gapni olishni bilan ish yo'q. Savodi bor odam bo'lsa, futqul chaqal odam bo'lsa qiladi bu ishni. Mushunda qilib bizning nurg'un bolalar o'zining oltindek aqlini isrof qilib, hech qanday qimmat yaratmay, oxirida keraksiz odamlarga ketib bordi. Men buni nima deyki, bizning oramizda eng chong isrofchilik deb qarayman. Mush isrofchilik sababidan bizning Uyg'ur iqtisod sohasidagilar toz yaxshi bilinmaydi. Nima ish qilsa, bilimi bor adam hukumat organida, puli bor adam hukumatning sirtida, uning bilimi yo'q, buning puli yo'q. Ya onun iş qanmaydı, özünü bir qarımı xarab qıldı. Şun bu eng çoğun sırapçılık. Şun ben neminin ballarının ki hayatda zade biz erişevatqan puldan bölek yerden qazanış ihtimallığı var mı yok mu? Bu o'xshash pul tepish ihtimallığı tursa, nima deb men matarib turaman. Mesela hozir hukumat hamma narsani sug'urtaga yo'llarga tutdi mesela. Hamma sug'urtadan olamiz o bir narsani. Burunqidagi bir noyillik qo'ygan kelin manbasi, pensiya manbasi yo'q. Hozir mesela men sug'urta qadasi shu oxirda muosh qilib berdi. Uni hech qanday bir bilmaydigan tarafı yo'q. Lekin bizning shu ota-onalarning iddisi, ondan yoshlarning iddisi, tazimavlik, hozirgi bilim egiligi, bilimning qimmat yaratadiganligi, bilimning pul topalaydiganligi din iborat maqoniyatni tushunmadilar. Shunga bu hozirgi ishlarimizniki olg'lasmasligi da mustababim bor. Ondan bizning yosh yani ziyade deb alsak o'qigan bolalarimizni mushunda bir masala bor yani. Menimcha bu masala tuzilish kerak. Men ziyolilarning bo'lsa o'zining qo'ldan keladigan ishini, o'zining qimmati hosil bo'ladigan bir ishni, o'zining aql ishlaydigan bir ishni qilishni orzu qilaman. Naydim atrofli tushunchaga qildingizga rahmat. Unda bo'lsa sizdan yana bir savolni so'rash xiyolim kelyapti aka. Şu Uyg'ur milliy madaniyatimizni taraqqiy qildirishningki qanday usullar bor? Mushanda bir o'zingiz yig'inchiqlab akib turdoshlarimizga hozir tushuncha bergan bo'lsangiz. Bu Uyg'ur madaniyatini biz taraqqiy qildirib bu bak cho'q masala. Biz ma'valiqi bizning anglag'uvchilarga bak keladigan bir ishni qilaylik. Uyg'ur madaniyatini emas, o'zimizni ona taraqqiy qildirmaymiz. Yani Uygur terakki qilsa, Uygur'un içinden çıkan adamlar özünü terakki kıldıysa, özünü yükseldiyse, bu Uygur tabi terakki kıldı. Şu an biz konkret mandan meslekleri. Biz özümüzü bana terakki kıldırmayız, her birimiz özümüzü bana terakki kıldırmayız. Sen benim mundarak bir karşım var. Biz şu Kaşgar'da balalarla hemkarlaşmak olduk. Ben yani şu emeli parandan başlayıp bunu. Bağın çağımızda aldılar bunda bir edim kıldık. Bu şu mektep yaşavatkan balalarla görüştük. Bir süreden görüşsek o nimkınmaydı iken. O Mav Abdülü Ayıp'ın ki haksız makale yazıp kazanılan obrazını onu etraf kılmaydı iken. Yani birisi o özünü güçlük de paraydı iken o güçlülükünde neticede nemice arağalığı Üzümünü carağalığı, neçeyeli işğalsı balık bilen ölçeydi iken. Qo'limda neçilik iş qaraydigan balı var degan bilan ölçmeydi.
Bunda qarab baxsam shu qo'lni uzilmas odam yo'q ekan qo'lda. Bu yarmaydi ekan. Ya'ni bu yerda ishni boshlab o'tirib qanday qildi desa, qarish tarafniki ko'rinishni o'ylaydi oyatda. Bu ishonchli ko'rishimiz. Sen hukumat xizmat qilamsan. Sen bexatarlik o'rnini xizmat qilamsan yoki shirkatga yordamchi, shirkatga hamkorchi bo'lamsan. Bu demak xatolik bo'liqi. Dastlabda biz masalan bir shirkatga hamkorlikni odam topadigan bo'lsak, bizni iqtidor qaraymiz. Iqtidorlik bo'lsa, qo'ldan biz qilayotgan ishni tang yurishtigidek amali bo'lsa, u maylining qanday bo'lgan bo'lishidan qat'iy nazar. Biz o'sha vaqtda o'zimizning fazilat orqali o'zimiz tavba deb qarayotgan e'tiqod iddia orqali qarash tarafni o'zgartirsak, o'zimizning baxti bo'ladigan. Nima deb biz ishni boshlaymiz qarash taraf talab qilib ishimiz. Ana yana bir masala meni tushundirdi. Desa, "Avvaliqi mening manchada o'rnim bor" degan narsa. U boylik degan masalada nima qarayapti desa, u boylik deganda pul ko'zlayapti. Boylik pul emas amaliyotda. Men ixtisoslashim emas, lekin mening qarshimda boylik pul emas. Masalan, mening qo'limda 100 ming so'm bor deydi. Ya'ni 97-yil 100 ming so'm pulim bor deydi. 100 ming so'm pulim bo'lsa, men shuning bilan 100 ming so'm pulim bo'lsa, men kelsam 100 ming so'm pulim bo'lmagandan keyin sen boy emas, men bilan o'tirib qolmaysan. Ya'ni men hamkorchi bo'lamaysan, sherik bo'lamaysan. Desak, bu yerda masala nima chiqdi desa, hozir 97-yilda 100 ming so'm pulingizni shu paytda hech kim bilan qo'yib qo'ysangiz, u pulingizga hech kim bermaydi. Agar 97-yil bir odam oldingizga kelgan bo'lsa, uning endi 10 qo'y puli bor. Lekin u odamda sizning shirkatingizga mos kelgan iqtidor bor. Unda bo'lgandan keyin sizning iqtidorini 100 ming so'mda bog'lagan bo'lsangiz, g'alaba qilgan bo'lasiz. Ya'ni biz bu yer nimani boylik deb qaramadik desa, o'sha odamning iqtidorini boylik deb qaramadik. O'sha odamning boshqalar bilan hamkorlasha oladigan, boshqalarning kamiyatlarini to'liqlay oladigan, moslashchanlik fazilatini, bilimini boylik deb qaramadik. Amaliyotda biz bir ish qiladigan bo'lsak, bizning eng cho'ng boyligimiz mablag' emas, shu odamning qo'ldan keladigan ish. Qo'ldan ish chiqadigan iqtidori va boshqalar bilan moslasha oladigan, hamkorlashadigan fazilati va odam bo'lsa, buning o'zi boylik. Unda bo'lsa Abdulli aka, sizningki bundan keyingi arzu armonlaringiz, planlaringiz bilib baqqan bo'lsak, shundaqla yana to'r oldidagi to'rdoshlarimizga qanday bir yurak so'zlaringiz bor ekan, shuni anglab baqqan bo'lsak bo'pti ekan. Mening planlarimning hammasi mush konkret amaliyot, ya'ni men turayotgan yeyotgan tomoq, bekayotgan bola o'shalardan kelib chiqqan. Men kelgandan keyin bir narsani bayqadim qarab. Bu qanday gap desa, biz moy setib olsak, moyninki bu ozg'almaymi yoki qandamay buni shaklini deyolmayapmiz. Ko'ktot setib olsak, o ko'ktotninki dehqonchilik to'g'ri to'silib ketgan bo'lsa, zararli qolamiz deb so'rayapmiz. Go'sht setib olsak, o go'sht to'ng ombordan chiqqan bo'lsa, bu nimaning go'shtini ketmagandi deb undan so'rayapmiz. Demak, bu hozir biz yeyotgan narsamiz bizni bir krizisga berib boshlayapti-da. Ya'ni kriz tuyulsa qilyapti. Şunu ben Amerika'da bir narsani o'ylagan, Amerika'da bir nimening men tug'an shtatda nimelarninki falastinliklarning ochgan bir dukkan vardı. Bu butunlay shu musulmonlar yemaydigan dedi. Bunun ichida hammasi Amerikada organik mahsulotda bir gap bor. Organik mahsulot degani shu dehqonchilik to'g'rida sepilmagan, ya'ni firmalashmagan, zavodlashmagan, kichik zavod, kichik qo'l arqılı kılınan şu dehqonchilik to'g'risi yo'l qatalib bosilmagan yemeklik qatalını o'z ichiga olgandi. Organik yemeklik degan narsa. Men buni batafsil o'qib ketmayman, lekin men shunday tushunaman. Shu organik yemeklikning iddisidan foydalanib, men shu falastinlik ochgandek shu musulmonlar, ya'ni Uyg'urlarga kundalik iste'mol qilinadigan narsalarningki pak halol bo'lgan qismidan bir uyushtirilgan bir tanlab bozor ochish orzuyim bor. Bu hozirim bor. Mushtabash qilib baqsam deb o'ylayman. Masalan, bizning bir birodarimiz
shu otishda bir cho'ng o'rmonni ijara qilib shu yerda tuxa ondan o'dak g'oz bir narsani yo'qotadi. Bu ashulninki tuxu go'shi o'dak g'oz go'shtlarini so'ydirib chiroyli qilib bir nima tizsaq, ondan keyin bizning boshqashqada xalqligini xibrotgan bolalar bor. Yog' ne shu deb joy bilan ayditib aşağı bilan bir atqalam pakiz alav demek için qilgan bolalar bor. Ammo navoiylarning ochib bir gap masala bor ekan, nonga sanoat tuzi ishlatigan, sanoat tuzi azan ekan. Bu sanoat tuzi degan zaharli ekan bu odamga. Shu navoiy bolalar bir qismini rashtavdi, men tafsil bilmayman. Shu bolalar sanoat tuzini to'nirib qilib boshlandan yoqadi ekan. Hamdi shuna bir qism bolalar shuni tashabbus qildi, shu nonni sanoat tuzi etmaydigan non yesek degan narsa. Ana endi birisi hozir birlik mahsulotini oshiramiz deb ximiya o'qitni jiqsitib seykuftat andim shu buğday bu masala haqiqatan shunda bo'lgan chog'da biz go'shtlardan tortib toki shu kuftatgacha andan un mushulagacha bir organik mahsulot, organik yemeklik degan ideyani chiqib turib onun pak halalligini oldingi shart qilib shunda bir dukkan ochsaq, har qanday bir musulmon uyg'ur kishi xotirjam istiqbol qiladigan bir narsa qilsaq degan narsani bir o'yam bor. Buni men qilmaslik mumkin. Bizning to'rdoshlar, qarindoshlar ichida buni qildiganlar bo'lsa, Amerikada ochta bir dukkan bor, Pakalov deb. Shu Pakalov degan dukkan talla bozori. Bu talla bozorlarniki boshqarish sistemasi, ondan tijorat felsefasi, tijorat usuli deganini men inglizcha tarjima qilib, shuni qildiganlarga deb bersam bo'ldi. Buni men bu bir plan endi. Men buni burunlam o'ylagan 2010-yili o'sha ishni qilsam degan narsa shu vaqt qilib bo'lmadim. Buni qildiganlar bo'lsa, men buningga o'zim haqsiz yardım bo'ldi. Bu birisi. Yana birisi plan bizda sabta bolalar taraqqiyot markazi qilgan. Lekin bu bolalar taraqqiyot markazida bolalarni biz bir yillam tarbiyalaydi ekanmiz. 4 yoshdan yuqori bolalarni tarbiyalaymiz. Unda bo'lganda bu bolalar tayyorlik maktabga kirdi ekan. Tayyorlik maktabga kirmasa boshlang'ich qilmaydi boshlar ekan. Shunda bo'lgan chog'da bu bolani 1 yil tarbiyalasak, yana o'xshashlar shu bir sinfda 60-70 til bo'lib qo'ydigan o'qituvchilari muashshil ishlaydigan maktablarda bu bolalar bizning tarbiyamizni yiroq qilib ketdik. Shuna mening bir boshlang'ich qurish o'yam bor, xususiy boshlang'ich. Buni men qonun, siyosat jihatdan buning yo'l borligini ko'rdim. Ham o'zim materiallarni tushirib, taqib qo'ydim. Ba'zi do'stlar yordamlashib buning materiallarini tipish bergan bo'ldi. Hamma narsa taq bo'ldi. Endi biz shundan bir konkret qadam bosishlarni qilib, shu boshlang'ichni qurib olsak degan orzuyimiz bor. Ham bu hozir qilayotgan ingliz tili, turkcha, farschani ochmadik, farsni ochsak bo'ldi degan ehtiyoj bo'lsa, buni ham o'zim uydalayman. Bu shuni kengaysak degan orzuyimiz bor. Andim bu nimada bolalarni shu to'liq o'ttirini bitkazib bo'lguncha bir ingliz tilida shu bevosita Amerikadagi, Yevropadagi oliy maktablarga imtihon beradigan bir saviyaga kelib shu bolalardan tanlab ota-onasininki qo'llashi, jamiyatning madadi, hukumatning ruxsati bilan shuni bir shu bizning diyorimizda kam bo'layotgan pishiqlash, qurashtirish, yasash kasblarda o'qisak, ya'ni texniklik sanoat tarafini qilgan bo'lgan kasblarda shu bolalar kelib bir texnik sanoat tarafini qilsa, shuni bilan ish qurilish doirasiga kengaysa, biz sirtqa qon boyliqlarini paxta, boshliqdan chiqarmay, biz shu texniklik mahsulotlarni chiqarib baqsak, hozir biz shu dunyo bo'yicha desak bo'ldi. Eng munavvar iste'mol modelini qo'ldik. Hamma narsani setib olamiz, hamma narsani setib olamiz. Bunda bo'lganda biz to'xtamay ishlaymiz, lekin ishlab topganimiz sirtdan kira orqali, poyez orqali kelayotgan bu mahsulotning oldida hech nima bo'lmaydi. Biz faqat mushbet davomlashsa, tuvan, ya'ni sapasiz jismoniy ishlarni qilamiz. Ya'ni biz shu zavodchilik yo'liga menib, sanoat barpo qilish yo'liga menib bir narsa sotalaydigan
bir narsa ishlaydigan iqtidorni hozirlamasak, bu iste'molchiga aylanib qolgan millat taraqqiyot yaxshi bo'lmaydi. Shuna shu bolalarning texnika yasash, pishirlash, loyilash sohalarida bir otamiz qo'llasa, jamiyat qo'llasa, hukumat qo'llasa, mushtahatda biz oldi bilan shu sohadagi mutaxassislarning fikrini ilib, qanday sohalarda bolalarni o'qisak, shu bolalar bizning rayonimizga mos keladigan qanday korxonalar qura oladi degan ularga plan o'tirib qo'yib, buni ota-onalarga bir qurib tushuntirib, kichik zavodlarni quruladigan bir texnika bilimlarni o'rganib kelishga avaslik. Masalan, oddiy Turkiyada sut mahsulotlari taraqqiy qilgan, sut mahsulotlarini yasash taraqqiy qilgan, bolalar mushuni o'rganib kelsa bo'ladi. Ondan boshqa yemelik sanoat taraqqiy qilgan, bularni o'rganib kelsak bo'ladi. Ondan boshqa Amerikadagi yangi texnik turlari, Yevropadagi yangi sanoat endüstri deganlarni o'rganib kelib, bu yerda bolalar shunga munosabatlik kasblarni, zavodlarni qurib, qilsa bizning taraqqiyotimizni qoidalik bo'ladi. Shunga biz shu bolalarniki o'sha davlatlarda chiqib o'qishiga biz shu Urumchida, Qashqarda va har qaysi yerlarda sharoit yaratsak, shu bola til jihatdan shu chet davlatlarniki ma'rif tuzilmasi, madaniyat jihatdan tushuncha bersak, shu bola shuni chiqib o'qib, bir qisqa muddat ichida shuni bitirib kelib, bir egilikni, iqtisodni qo'lga olgandek adam bo'lsa degan orzuyimiz bor. Ondan to'rdoshlardan kutadiganim muhojjaq, armonlarim bekjaq. Lekin kutadiganim men bunda bir narsani bo'layotganligini deyman. Quloq mollasi deb, qizdoshlar bir gap bor, quloq mollasi deb. Quloq mollasi degan mening tushunchim nima desa, o'zi bir kitob o'qimaydi, to'rdan buguni bu zotning o'g'ini u zotning yana bir kunsi Abdullaga o'xshash bir cho'nqir bir narsa bilmaydigan, lekin gapni qarab qildigan bir aylanninki gaplarni anglab, shundan o'zini bilimlikdak esqab qolmas ekan deyman. Bizning bu yerdagi deyilayotgan gaplar samimiy gaplar, lekin buning ichida qanchalik bilim, qanchalik cho'nqir nazariy asosning bog'liqligi yo'q bu narsa. Shunga men shu to'rda bilim olaman, to'rdagi maqolalarni, to'rdagi yozmalarni ko'rib bilim olaman deb xiyol qilib qolgan bo'lsa, bu xiyol bek saddob qolgan bo'ldi. Shunga biz bolalardan yana to'rga yuzilinib bilim bag'isi olgan bolalardan to'rga yuzilinib to'rdagi materiallar qilib bilim olaman da'vatqanlarni yana kitobni qo'lga olsa ekan deymiz. Biz kitobdan bilim ilib o'qib, bilim ilib, o'qib degani maktabda o'qib emas, uyda o'qib, bozorda o'qib, tijorat qilib o'qib, ishlab o'qib, buning hammasi o'qish. Mush o'qish orqali olgan bilimlarni kitobdagi bilimlar bilan beyitib, ondan to'rda mush sohada bo'layotgan gapga baviralarga bo'sdiq yaxshi. Men desam, mening mush vaqt taqatgan uchurlarimningki bak ya'ni yaxshi ko'rishga intilishi bizning shu bekik muhitimiz sababidan bo'lgan. Agar bu gaplarni biz inglizcha yoki ruscha yoki turkcha desam, chiqib o'qib ketishni atay, chunki u ochiq jamiyat. Butun dunyo ochiq jamiyat. Unda bo'lgandan keyin bu yerda bu bizda bo'lgan gaplar allaqachon umlish bo'lgan bo'ldi. Shunga ular bu narsaga hayron qolmaydi. Biz bu yerda taqliqning uchurlar bizning muhitimiz bekik bo'lgan sababidan har qaysilarga yoqqan bo'lishi mumkin. Yoki ashunda bir samimiylik, bir kuyinish, bir g'amxo'rlik bo'lishi mumkin. Bu taraf bor. Lekin menimcha bilim bu emas. Bilim Abduvali oyibniki yozmalar emas. Bilim bizning ustozlarniki bizlar anglayotgan leksiyalarning o'zi emas. Bilim yana kitobda, bilim yana kutubxonada, bu to'rdagi faqat menimcha biz o'rgangan bilimlarimizni boshqalarningki asarlariga unda baho berish orqali, boshqalarning asarlarini ko'rish orqali qandoq samimi bilan bug'diyni olishda bizga asos bo'lgan narsa kitobni o'qiyotgan, kutubxonadan bilayotgan bilimimiz. Shunga oldi bilan kitob o'qisak, oldi bilan o'rgansak, shu mening pidakor munavvar bolalarning
to'g'ri bachcha vaqtni isrof qilmasligini, aksicha o'rgangan bilimlarni sulash uchun, o'rgangan bilimlarni ashqi samonalar bo'g'dini orish uchun ondan to'g'ri kirishni orzu qilaman. Hamda har xil bildiki mening ma'lumotda shu bilimga intiladigan bir kasbni, ma'lum sohani to'liq cho'nqur tushunishni xohlagan bolalarga tavsiyam. Lekin yana birsi mening bir kutadiganim men hamma Uyg'urning to'g'ri chiqishini orzu qilaman. Hamma Uyg'urning to'r bo'lishini, hamma Uyg'urning kunda bir yarim soat to'rlarni oralab turishni orzu qilaman. Chunki bu to'r bir erkin, kengri, ozoda bir hur dunyo. Bu hur dunyoga men hamma odamning burroq qadam bosishini, burroq ko'rishni orzu qilaman. Bu deganlik ikkisining faqat qarshi emas. Biz bu oldingi qatim dilegan gapni, abim dilegan gapni bilimlish istediki, bilim taqitish istediki, bilimning qimmat yaratish istediki bolalar bo'ldik. Mau ki degan gap avam degan. Ya'ni ilaqi hammadan qilmaydi, hammadan ko'ngil xush qilgan bir ishni qilishni orzu qildim. Buning yana birisi hammadan dunyoning fikrlaridan, Uyg'ur jamiyatining fikrlaridan bir xabar olishni orzu qildim. Bundaq odamlar ko'ngil ichish, har xil bilimlardan xabardor bo'lish, dunyo yangiliklarga intilish, qatorliq insonlar o'rtaq orzu bu. Mush orzuda yashayotgan barliq qarindoshlarning to'r bo'lmasa, to'r bo'lib, to'r bilmaydigan bo'lsa, to'r bildigan bo'lib, patrab to'r bilan yuz ko'rishni orzu qilaman. Rahmat aka, to'g'ri so'rab sizni avval qilib vaqtingizni oldik. Lekin bizniki shu so'rash deyish suolimiz intayin jihdi aka. Vaqtingiz yordam etadi. Siz bo'lgandik. Lekin hech qisi yo'q sizniki shu yuqorqi sektorimiz Anqara bo'lgan tushunadigan yerlarimizni sizniki to'r bektimizga to'rni yarim yo'llab turayotgan esl asarlaringizni tushunib olamiz aka. Rahmat. Unda bo'lsa to'r bektimizga barliq xodimlar nomidan bugungi qimmatli vaqtingizni ajratganingizga chin ko'ngildan rahmat aytaman. Sizga rahmat. Qadrli do'stlar, Abdulla akimizla o'tkazgan bu qadimgi ahamiyatli suhbatimiz vaqt munosabati bilan mushada oxirlashdi. Biz programmamiz oxirida Abdulla akimizning yuqorida degan arzu-armonlarining baldiroq ishga oshishini, tinning salomat, barliq ishlarning texnik o'mush bo'lishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Do'stlar, tilak sani ko'rishaylik.